kechirimlilik sifat agar kimda bo'lmasa, agar u shunaqa birov bilan bir o'rtada biroz gap qochib qolgan bo'lsa, arazlashib yuraveradigan bo'lsa, o'z-o'zidan buni gunohi ham katta ekan. Birov bilan shunaqa bir o'rta biroz buzilib qoladigan bo'lsa, 3 kundan u yog'iga o'tkazmaslik kerak ekan. Eng og'ir holatda ham agar 3 kundan u yoqqa o'tadigan bo'lsa, ikki tomon ham gaplashmay yurganlar, u qavm qarindosh bo'ladimi, qo'ni-qo'shni bo'ladimi, do'st birodar bo'ladimi, o'z-o'zidan gunohlari ko'payaverar ekanda ularning. Mana hadis sharifda ham Rasululloh aytayaplar, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasiyatlar. Ya'ni musulmon boshqa bir musulmon birodarni 3 kundan ortiq u bilan gaplashmasdan yurishligi halol emas deyaptilar. Bu halol emas degani o'z-o'zidan bu halolni ziddi, o'zidan harom deganda endi. Hadis davomida aytayaplarki, faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Alloh saqlasin. Kim agar shu 3 kundan ortiq shunaqa gaplashmasdan yurib, keyin agar mana shunday holatda vafot etadigan bo'lsa, u jahannamiy bo'lib qolishi mumkin deyaptilar. Shuning uchun bu narsaga juda qattiq e'tibor berish kerak. Bu birov bilan biroz o'rta buzildimi, tezlik bilan o'rtani isloh qilishga harakat qilish kerak. Hatto odamlar ba'zan shunaqa kitoblarimizda gaplar kelar ekan-ku, shu kechirmasdan birov bilan yuravergan odamni mana 3 kundan o'tdimi, o'z-o'zidan uni duolari ijobat bo'lmasligi ham boshlanar ekan. Tafsiri Qurtubiyda bir ajoyib voqeani keltirgan ekan, qisqa voqea. Muso alayhissalom o'zlarini jamoalari bilan qurg'oqchilik bo'lib yomg'ir so'rashga chiqqanlarida bir necha marta Allohdan so'raydilar, lekin yomg'ir yog'maydi. Shuni Allohga munojat qilib aytadilar, ey Allohim, shu nimaga yomg'ir yog'mayapti? Biz necha marta duo qilayotgan bo'lsak deganda, Alloh taolodan shunaqa javob keladiki, siz jamoangiz ichida bir silay rahmni uzib, bir birodari bilan bir qancha muddatdan gaplashmasdan yurgan odam bor. Shu sababli men rahmatim sizlarga yetib bormayapti degan mazmunda Alloh taolodan shunaqa javob keladi. Shunda Muso alayhissalom butun jamoatga xitob qilib aytadilarki, "O'y, bizni duoyimizni ijobat bo'lmayotganiga bir ichimizdagi bir shaxs sababchi bo'layapti-kan. Hozir shu shaxsdan iltimos qilaman, shu joydan chiqib ketsin. Chunki u shaxs shunaqa silay rahmni uzib, shunaqa gaplashmasdan yurgan ekan anchadan buyon. Bu yerdan chiqib ketsin" degan bu gapni gapiradilar jamoaga. Haligi jamoaning ichida o'tirgan odam u tomonga qaraydi, bu tomonga qaraydi. Bundan boshqa hech kim o'rnidan turmayapti. Ki hijolat bo'lib, demak, men sababli shu bir boshli payg'ambarni jamoasining duosi ijobat bo'lmayapti ekanda deb ana shu joyni o'zida Xudoga tavba tazarru qiladi-ku odamlar. Allohim deydi, mana shu holatda men turib ketadigan bo'lsam, butun hamma ishga sharmanda bo'laman endi. Meni kechirgin, men shu dargohdan to'g'ri borib, shu birodarim bilan silay rahmni bog'layman men deb turib, shu joyda qattiq tavba qiladi. Shu tavbasi qabul bo'ladi ham shu joyda yomg'ir yog'adi. Keyin Muso alayhissalom Allohga munojat qilib, "Ey Parvardigor, hali hech kim chiqib ketgan yo'q. Bu yomg'ir berding-ku" deganda, u banda tavba qildi. U tavbasini qabul qildim, u borboq silay rahmni bog'laydi u degan ma'nodagi bir gaplar bor-da. Umar ibn Abdulaziz davrlarida bir kishi Umar ibn Abdulazizga shu saroyda ishlaydigan bir yaqinlarni ba'zi bir xislatini sifatini gapirdi. Ya'ni g'iybat qildi. Umar ibn Abdulaziz aytdilarki, "Xo'p, buni tekshiramiz. Agar seni gaping to'g'ri chiqsa, seni ham jazolayman, uni ham jazolayman." Ya Umar ibn Abdulaziz, nima uchun? Chunki sen uni g'iybat qilgani uchun senga jazo va uni o'sha yomonligi uchun unga ham had bor. Agar mabodo gapirgan gaping noto'g'ri bo'lsa, unda ham senga had bor. Nima uchun? Chunki bo'xton qilding unga. Agar mabodo hozirning o'zida sen tavba qilsang, kechirim so'rasan, men kechiraman-da, bu ish yopiladi dedilar. Bu odam tavba qildi, kechirim so'radi, kechirdilar, bu ish yopildi. Va o'rtadagi fitna barham topildi. Domla shu o'rinda mana hozir kechirimlilik haqida gap ketyapti. Demak, oyatlarda ham, hadislarda ham, ulamolarning gaplarida ham bu kechirimlilik bu maqtalgan narsa ekan. Shu hozir yurtimizda ham kechirimlilik haqida ancha islohotlar qilinyapti. Mana shu haqida ham bir to'xtalib o'tsak, marhamat. Oxirgi yillarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan bir necha kechirimlilik yuzasidan tadbirlarni qilinganligi, jumladan mana 5 marta mehr operatsiyasi o'tkazildi. Shunda turli xil o'sha mojarolar bo'layotgan yurtlardan go'daklarni va ayollarni olib kelishligi. Yurtboshimiz aytdilarki, biz bularni kechir deydilar. Bizni fuqarolarimiz adashib ketib qolgan bularni biz to'g'ri yo'lga solamiz deb olib keltirdilar. Qolaversa, mana yana yurtimizda keng nishonlanadigan bayramda o'laroq jazoni ijro etish muassasasida xato qilib jazosini o'tayotgan insonlarni ham kechiryaptilar. Ya'ni afv qilyaptilar. Afv nomi e'lon qilinadi. Bu ham yurtboshimizni katta bir tashabbuslari.
yana oxirgi yillarda yana ham go'zal holat, ya'ni yurtboshimiz Ramazon sharifini oxirgi kunlarida af nomi e'lon qilyaptilar. Mana shu xato qilgan, o'zini xatosini o'sha panjara ortida tushunib va tavbasini qilib, xalqimizdan, vatandoshlaridan kechirim so'ragan insonlar deb turib, shu hayit kunini uyda nishonlasin deb hayit kuni uyga qaytyapti-da va qo'llarida ma'lum bir mablag' bilan uyga kirib kelyapti. Bu ham o'sha xonadonga hayitga qo'shaloq bayram bo'lib, bu ham juda ham go'zal an'anaga aylangan holat. Inshaalloh ham albatta bu yurtimizga fayz bo'ladi, baraka bo'ladi. Domla juda to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda bayramlarni biz odatda ko'taring kayfiyatda, xursandchilik bilan o'tkazamiz-ku. Faraz qiling, misol uchun shu bayramda shu bir necha oylar, yildan buyon misol uchun ko'rishmagan bir mahbus xonadon kelsa, ota yoki ona, bu qanaqa xursandchilik bo'ladi bu? Mashaalloh, buni aytishga tillar ojiz bo'ladi-da. Darhaqiqat bu yurtimizdagi bu islohotlar nihoyatda bir go'zal bir holat bo'lyapti inshaalloh. Kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh uning mushkulini yechadi, og'irini yengil qiladi va o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi. Hadis-i sharifdan. Domla, sizga o'zim nomidan va siz suhbatingizni bu muhabbat bilan eshitib turgan tomoshabinlar tomonidan alohida minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo mana shunday go'zal suhbatlarda, go'zal xizmatlarda Alloh o'zi bardavom qilsin. Barcha ishlaringizda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Rahmat. Alloh taolo yurtimizni, aziz vatanimiz bundan obod, go'zal aylasin. Va mana shunday diniy ma'rifiy sohada xizmat qilayotgan ahli ilm domlalarimizga, hidoyat sari ko'rsatuvini xodimlariga, barchalarga Alloh taolodan sihat salomatlik, oilaviy totuvlikni va barchalarni diniy ma'rifiy sohada olib borayotgan ishlariga Alloh taolo o'zi rivoj va ajrini Alloh o'zi nasib aylasin deb o'zidan so'rab qolamiz. Hurmatli azizlar, mana yuqoridagi oyat karima, hadis sharif, ulamolarimizni pand nasihatlari hammasidan mana o'zimizga yetarli xulosa oldik. Kechirimlilik sifati mana shunday go'zal narsa ekan. Agar biz shu ro'paramizdagi odamni kechiradigan bo'lsak, ba'zi bir xato, kamchiliklardan ko'z yumadigan bo'lsak, Alloh taolo bu dunyoni o'zida bizga azizlikni berar ekan va qiyomatda haqiqiy kechiruvchilar qani jannatga kiringlar degan ajr mukofotlarga erishar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xulqlarimizni go'zal qilib, mana shunday kechirimlilik bilan yanada chiroyli, go'zal xulqlanishlikni Alloh nasib aylasin. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha Allohning panohida bo'ling deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.